Bunaqa rekordni O'zbekistonda menimcha hech kim hozircha sindira olmasa kerak. Hamma gap Yangi Zelandiyani 1 yillik multi vizasi haqida. Qarang, shanba kuni biz Yangi Zelandiyani vizasiga bitta klient topshiryapmiz. Mana 12 aprel 00:39 da. Ya'ni shanba yakshanba ishlamasligini hisobiga olib, bizada bugun dushanba kuni bo'lsa, bugun dushanba kuni 14 aprel 13:40. Mana your general visa has been approved 13:40. Ya'ni 4,5 soat, 5 soat ichida Yangi Zelandiyani vizasini 1 yillik multisini olyapmiz. O'zbekiston ichida menimcha bu rekord. Hozircha men ko'rganim yo'q, eshitganim yo'q. Men bilaman, 4-5 kunda men ham o'zim chiqarganman, lekin soatga chiqarmaganman. Oldin eslaringizda bo'lsa, paqillatib soatlar ichida Kanadani chiqarardik. Hozir Yangi Zelandiyani vizasi chiqib turibdi. O'zbekiston ichida rekord. Dushni поддержка, havas bilan yashaylik. Inshaalloh boshqalarda ham mana shunaqa tez vizalar chiqsin va o'sha viza chiqqanda ham просто tak bolalar borib aytib keladigan darajada bo'lsin, чтобы Yangi Zelandiyani ham buzib yubormaslik kerak. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hammangizga nasib bo'lsin.